Islom aka mana ho'l o'tlar mana. Endi zo'r narsa ko'rsataman hozir. Bu motorni o'zi himoya qilishida. Qanday? Motorni o'zi mana himoya qiladi. Mana hozir bu yerda mana ko'pchilik akalarimiz aytadi, zashta qiladi deysan. Bizning drobilkalarda afzallik tarafi oldindan to'lib olmaymiz. Qachon uylariga yetib boradi, ishlatib, ko'rsatib, yoqqandan keyin to'lov qilishadi bizga. Yoqmasa drobilkani qaytarib olib kelaveramiz. Chiqarish yoqmasa qaytarib olib kelaveramiz drobilkani. Molga aralash tayyor silos bo'ladi. Svejiy silos bo'ladi. Qarang. Narsa temiri yuqoroq bo'ladi, qalin emas. Ha, yuqoroq bo'ladi. Listdan. Mana itarib turish shart emas. Tashlab qo'yishadi bo'ldi. Mana uchovsi. Mana chiqmagan holati bilan chiqqan holatini ko'rib turibsiz. Qanchalik effekti bor bu narsani. Ya'ni assalomu alaykum bizning qadrdonlar. Mana bu hozirgi kunda zakonlarda o'sadigan qamish. Bu ham qattiq bo'ladi, lekin buni ham yaxshi ozuqa qilib borsa bo'ladigan narsa. Buni hozir biz makkapoyani silos qilish masalasi bo'yicha ko'rsatib beramiz. Tabiiy ko'k o'tlarimiz bor. Endi bundan tashqari o'rtoqlar, mana bu yerda makkadon so'tasi bilan bunisi, mana bulari bo'lsa, ana bug'doy. Tabiiyki yer yong'oq poya, beda poyasi somon, bularni hammasini maydalab sizga tayyor, yarim tayyor mahsulot qilib beradigan narsa bu mana bunday universal drobilka bo'ladi. Hozir ayni paytda Farg'ona Marg'ilon shahridamiz. Mana shu bitta drobilkani o'zi hamma mahsulotni maydalab chiqarib beradi sizga silos shakligacha. Buni narxi o'rtoqlar 2 million 400 ming so'm. Hozir video davomida aytamiz, sifatiga garantiya. Qancha muddat garantiya beramiz Muhammad Ali? Nimamizga, drobilkamizga 5 oy garantiya beramiz, motorimizga 1 oy garantiya beramiz. Yana bir bor, assalomu alaykum. Mana shu bola o'zi usta bola. Hozir kelganimda ko'zim bilan ko'rdim, o'zlari svarka qilayotgan ekanlar. Ya'ni o'zlarining qo'lidan chiqadigan mahsulotlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. O'zbekiston qayeriga bo'lsa ham kelishilgan holda qilib beramiz. Gap yo'q. Hozir mana 2 million 400 ming so'm va necha pulliklari bor? Bunimiz shu yerdan olib ketish narxi 2 million 400 ming so'm. Dastavkasi kelishilgan holda bo'lib qoladi, 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Shu yerdan olib ketsa o'zlari. Keyin mana bu yerda Titan motorimiz bor. Mana bunisi Titan motor bor. Alyuminat modga 4 kilovat 3000 оборот bo'ladi. Zavodskiy Mahavida bo'ladi. Jiguli Zavodskiy Mahaviy hali quyma nima bas. Mana bu narsa Mahaviy deganda. Mahaviyimiz, ha. Mana bu necha kilo? Bunimiz 10 kilo 200 chiqadi. 10 kilo 200. Mana pichoqlar soni nechta bo'ladi? 21 ta tishlar soni bo'ladi. Bu Malatga o'yida o'rniga qo'ygan pichoqlarimiz. Malatga o'yidan ko'ra yaqinroq ko'rsatsangiz, qoraligini ko'ryapsizmi? Bu qizdirilgan o'sha kombaynda zavodskiy pichoqlar, ya'ni o'tda toblangan, uncha-munchaga qaytarilmasligi uchun bularda o'tda toblanadi-da, mustahkamligini oshirish maqsadida. O'tga suvga to'yintirilgan original segment pichoq bo'ladi. Pichoq bemalol solishtirib nima qilib ko'rishaveradi. Bunaqa pichoq biz ishlatamiz o'zi. Gap yo'q. Hozir bo'lmasam video davomida do'stlar sizlarga bularni ishlatib bir qator chiqarishini ham ko'rsatib beramiz. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlari turibdi. Mana shu raqamlar. Telegram, Imo, WhatsApp bor. Bizda chet yurtlardan ko'rib turgan, kuzatib turgan muxlislarimizga xarid qilib olishingiz mumkin. Islom aka mana ho'l o'tlar mana. Bu yonbosh holatda ham chiqaraveradi, Islom aka. Islom aka mana. Ular tashlab qo'yilsa mana. O'z sotaveradi mana. O'z sotib olib ketaveradi. Beravering. Azriq-fazriqlarni ham chiqarishadigan bo'lsa mana. Beravering. Beravering.
Islom aka mana. Unga qarayman. Mana. Mana shu holatda mayin holatga olib kelyapti. Agarda shu narsani xuddi shu narsani quruq bedapoya yoki o'sha somonlar bilan chiqaradigan bo'lsangiz, molga aralash tayyor silos bo'ladi. Svejiy silos bo'ladi. Qarang. Zo'r narsa bo'ladi. Aka mana, italib turish shart emas. Tashlab qo'yishadi bo'ldi. Bedan olaylik, bedan. Tamam. Ha, yo, tamam öyle. Ha, başka tashlab qo'yayki. Mana uchovsi. Mana chiqmagan holati bilan chiqqan holatini ko'rib turibsiz. Qanchalik effekti bor bu narsani. Ya'ni mana somonni chiqmagan butun holati. Bu yer yong'oq qo'yani butun holati. Mana bu beda pressimiz. Endi bularni qanchalik o'zgarganini ko'rib turibsiz. Ya'ni drobilkaga solgandan keyingi holati. Qanaqa mayin qilib tashlagan, mana somonlarimiz ham qanaqangi mayin qilib tashladi. Ko'ryapsizmi? Effektini mana qarang. Bedani ham qanaqa un holatiga deyarli olib kelib qo'yar ekan. Qoyil, zo'r. Setkali holatda chiqardik. Islom aka mana kampirlashda 4 xil setkasi bo'ladi. Bu mana makkani nima kepay holatida chiqargani. Hop, Kepay un holatiga olib kelib bunisi yormaga. Mana yorma, sotali makkani ham shunda chiqarishaveradi. Hozir sotali makkani ko'rsatib beramiz. Bu mana qo'ylarga nimalik qilyapti degan akalarimizga mana bunaqa setkamizdan ham, bu setkamizdan ham beramiz mana. Kampirlashda mana 4 xil setka beramiz. Buni olib qo'ying. Endi hozir mana buni tayyorlab olganmiz. Bularni hozir mana nima holatida chiqarib beramiz. Balki sotali makkani o'zi qilib chiqarib beramiz. bo'ladi. Bosing. Bo'l. Ha, otib bersa, u sotaveradi mana. U sotib ketaveradi. Ha, chiqarishi, Islom aka. Chiqargan holatini bitta ko'rsataylik. Mana chiqqan holati ko'rib turibsiz. Mana shunday mayin holatda sizga mahsulot bu mana deyarli un holatiga olib kelib qo'ygan. Bu yerda mana sal yirirog'i ham bor mana. Hozirga bu jo'ja nimalarga ham mana rosa aytadi-da. Ajoyib zo'r sindirib bergan holati. Mana bu yerda mana sotali makka. Ya'ni mardagini ham maydalab tashlagan holati. Ko'rib turibsiz o'rtoqlar. Mana bu setkasini holati, mana bu setkasini holati. Xulasi, kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilinglar. Rizo drobilkalari xarid qila olasiz. Uyingizga boradi, ishingizni yengillatadi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Muhammadali, eng afzallik narsasi nimada buni? Islom aka, hozir sizga mana kelingda zo'r narsa ko'rsataman hozir. Bu motorni o'zi himoya qilishida. Qanday? Motorni o'zi mana himoya qiladi. Mana hozir bu yerda mana ko'pchilik akalarimiz aytadi, zashta qiladi deysan, tashaydimi avtomatin deb nima qiladilar. Mana baqa o'tingda aka, mana bu yerdan ko'rsatamiz. Yana. 1 2 3 4 4 sekund, 5 sekundda o'zi tashaydi. Mana. Mana. Bu
Bu hozir qarangda, agarda mobodonda mana shu narsa aylanmay qoladigan bo'lsa, bu motor kuyib qoladi degani emas, o'rtoqlar. Bularda mana avtomatik ravishda tashlaydigan datchigi bor. Mana bu avtomatlari taqqa etkizib tashlaydi. Endi motorni bitta ishlatib bering, ishlashini bitta aylantirib qo'ying. Bo'ldi. Mana ishlayapti o'rtoqlar. Agarda mobodonda aylanmay qoladigan bo'lsa bu narsa, motorga nagruska keladigan bo'lsa, avtomatik ravishda tars o'chiradi tokni. O'zi tashavoradi, motor o'zini o'zi himoya qiladi. Himoya qiladi. Kuyib qolmaydi. Unaqalik kuyish, netish, unaqa narsa bo'lmaydi. So motor qachon kuyadi? Nagruska kelsa o'shanda kuyadi motor. Qizib qolsa kuyadi. Lekin bu qizishgacha bormaydi. Qizishgacha bormasdan himoya vositasi bor drobilkalar mana sizga kerakmi? Shunaqasidan olish kerak-da, olish kerak bo'lsa. Shunaqasidan olish kerak. Bizni ishlarimiz bemalol xudo xolasa mana sifatlariga ham bemalol o'zlari bitta baho berishaveradi. Islom aka. Yaxshi. Hozir mana bunimizda mana o'zimizga tayyorlab olganmiz. Hozir hammasini chiqarib, bitta drobilkamiz o'zi hammasini vazifasini bajaraveradi. Bo'ldi, hammasini vazifasini bajaraveradi. Bizni misol bitta drobilkamizni olishsa, makka, bug'doy hammasidan ketaveradi. Hozir ikki xil drobilkamiz bor. Hop. Hozir mana pushkali variantimiz bor. Bu hampali variantimiz bor. Hozir mana bunda bitta ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni hozir. Ichini sxemasini bitta tushuntirib beraylikmi aka birinchi? Mayli. Keyin yana shu narsaga urg'u bering. Bundan oldin aytdingiz-ku, men o'zim boshqa viloyatlarda bo'ldim deyapsiz. Ha, o'zim mana kecha keldim. Jizzax, Samarqand, Buxoro qilib borib, ko'rib, bozorga kirdik. O'sha mol bozorlariga akalarimiz bilan drobilka olib bordim o'zim. Mashinada o'zim olib borib, o'zim akalarimizga ko'rsatib, o'zim gaplashib, hammalari bilan o'zi ko'rishgan bo'lsa, bitta kommentariya yozib qo'yishadi. O'zim borib ko'rishib, bildimki, o'zlari ham o drobilkani qanaqa foydasi borligini hamma o'zlari yaxshi tushunib olishibdi. O'zlari aytishyapti, misol yonimda 3-4 tasi turgan bo'lsa, ba'dan yana 2-3 ta odam kelsa, bular o'zlari aytishyapti. Olinglar, drobilkani olib keting, deyapti. Molimiz nushqut qilib yuborardi. Hozir mana shundan olib chiqaryapman. Umuman nushqut chiqargan yo'q, deb ashna deyapti. Tushunarli. Demak, atxodsiz yeyapti. Hozir nimasini tushuntirib beraman deyapsiz? Hozir mana ichki sxemalarini bitta ko'rsatib beramiz deb nima qilib turdik. Mana hozir buni bitta ko'rsatib beraylik-da. Yaxshi. Biz Mahaviyni to'g'risi mana zavodskiy Mahaviyni ishlatamiz. Hop. Zavodskiy mana Jiguli Mahaviy ishlatamiz. Pichoqlari mana 20 bitta segment pichoq bo'ladi. Bu yerda mana malatko'y pichoqlari ham bor. Malatko'yli mana pichoqlari bor. Mana yerda mana qozonlari mana rossiyskiy nima trubadan bo'ladi. 08 dan 1 ligacha bo'ladi. 08 dan 1 ligacha ishlatamiz. Tushunarli. Bu yer misol qalin bo'lganini nimaga foydasi borsa, bu yedirilib, ichida yemirilib ketmaydi. Hech qachon bu yemirilib unaqa narsa bo'lmaydi bunda. Shuning uchun demak, bunga shunaqangi qalindan qo'yiladi. Ha, qalindan qo'yiladi. Tushunarli. Hozir mana bunimizni setkasini alishtirish ham, nimasi ham haligi nimasi qiyin emas. Mana buni yopishga ham hech qancha vaqt ketmaydi. Hozir videomiz cho'zmaymiz, chiroyli qilib, uzmasdan chiroyli qilib boricha olib beramiz. Yaxshi. Demak, boricha hozir bu xashaklarimizni, o'tlarimizni, svejlarini ham, ya'ni bunaqa quruqlarini ham bir qator chiqarib ko'rsatib beramiz. Ha, chiqarib ko'rsatib berib, sizlar bittadan like-ni bosib turinglar. Keyin ichlarini bitta nimasini ko'rsataveramiz. Bunda ham bu arzonroq variantimiz ham bor-da. Arzonroq variantimiz. Yaxshi. Uni ham mana buni ham ochilishiga hech qancha vaqt ketmaydi. Bu haligi misol yolg'on bo'lib qolmasin deb nima qilyapmanki, bizga telefon qilishadi. Telefon qilib, o'zimiz misol 2.400.000 yo 2.500.000 telefon qilib YouTube'ga 2.500.000 qo'yapsan-ku, nimaga 2.800.000 bo'lib ketyapti drobilka endi ashna deyshadi. Misol bu o'zimizda bo'lmagan-ku, lekin boshqasi haqida gapirishdi o'zimizga telefon qilib. Bizda mana o'zimizdan olib ketadigan bo'lsa 2.400.000 so'm mana shu drobilkamiz. O'zimiz dastavka qilib beradigan bo'lsak 2.600.000 so'mga dastavka qilib beramiz. Yo'l kira qo'shiladi demak. Yo'l kira 200.000 so'm qo'shilib qoladi. Endi bu nimaga arzon degan savollariga mana bu ham qalinidan bo'ladi. Buni ham agar list qilsak yana ham narxi tushadi. Drobilka olishda misol bitta olgan odam yaxshi narsa olsin deb harakat qilamiz biz. Mana bunimiz mana listdan bo'ladi Mahaviyga. Hamma yo'g'i bir xil, faqat shu listida farqi bor mana. Tushunarli. Demak, mana bu narsa temiri
yuqoriroq bo'ladi, qalin emas. Ha, yuqoriroq bo'ladi, listdan bo'ladi bunisi. Hisobiga u ham anchagina nima deydi, arzon tushar ekan. Ha, arzon tushadi. Lekin tishlarining soni Tishlarini soni ham 20 bitta. Mana bir xil bo'ladi. bunisi mana. Listdan bo'ladi. Mana olib qo'yavering-da. Bunimiz mana motorimiz ham bor-da. Islom aka. Motor bilan narxini asosiy mahaviy shu yerda buni. Mana mana Giralifa degan 3 kilovat 3000 оборотli motorimizdan bo'ladi. Aha. Bu ham o'sha 150 dan tepa-to'kka ishlayveradi bu ham. Past-to'kka ishlayveradi. Va xohlovchilar, bundan xohlovchilar, bundan bu drabilkamizdan ham bor. Agar yana ham narxini arzonroq qilib bering menga deyishadigan bo'lsa 2 million 200 ming 2 milliongacha drabilka qilib beraveramiz. Gap yo'q, gap yo'q. Qo'ying. Mana ustasida xohlasangiz pulingizga yarasha 2 millionlik ham drabilka qilib beramiz deyapti, lekin yaxshi ishlaydigan, sifatlisini, umr uzoqini deydigan bo'lsangiz 400 ming so'mdan qochmasdan 2 million 400 ligingizdan olganingizni tavsiya misol qilishyapti. bitta olgan odam 5 yil, 10 yil xizmatini qilib beradi-da. Misol 3 million topib bitta narsa olib olishda o'zi oson emas. 3 million topishda o'zi oson emas. Bitta narsaga pul sarflab, bir ishonch bildirib sarflashda o'zi oson emas. Shuning uchun 200 ming, 300 mingdan qochmasdan bu 3 millionlik drabilkamiz bor, 3,5 million so'mlik drabilkamiz bor. Mana 2 million 600 ming so'mlik drabilkamiz bor. Bularni dastavkasi ichida aytyapman narxini. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bizi afzallik tarafi, bizi drabilkalarda afzallik tarafi oldindan to'lov olmaymiz. Oldindan to'lov olmaymiz. Qachon uylariga yetib boradi, ishlatib, ko'rsatib, yoqqandan keyin to'lov qilishadi bizga. Ya'ni telefon qilishadi, olib borasiz, ko'rsatasiz, ishlatib berasiz, ana undan keyin pul to'lashadi. Undan keyin pul to'lashadi. Yoqmasa drabilkani qaytarib olib kelaveramiz. Chiqarish yoqmasa qaytarib olib kelaveramiz drabilkani. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari o'zlarini ham YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kanallari bor. O'zimizni YouTube'da kanalimiz bor. Rizo drabilkalari deb yozsa chiqib keladi. Yozishadigan bo'lsa, u kanalimizda bitta o'yin o'tkazdik. Hozir o'zi 700 tadan o'tdik. Endi hozir 1000 taga yetganmiz, xudo xolasa obunachilarimizga bitta drabilkani tekinga sovg'a qilamiz deb o'zi mana shu 1-2 haftadan beri video chiqarib aytib kelyapmiz. Bemalol o'zimizning kanalga ham o'tib, like bilan podpiska bosib, nima qilib qo'yishaveradi, qo'llab berishadi, xudo xolasa. Bemalol o'tsa, bitta video chiqaramiz, o'shani kommentariyasidan bitta obunachimizga bitta drabilkani sovg'a qilamiz. Gap yo'q. Mayli Muhammadali, siz bilan shu joyda xayrlashamiz. Sog' bo'ling. Kelasi yangiliklaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bo'lishib ko'rsatib boramiz. Bo'l, rahmat Islom aka. Xo'p, sog' bo'lasiz.